Ko'pchilik ayollar shifokorga turmushga chiqishni xohlashmaydi. Nega xohlashadi? Chunki ularning atrofida spirt bilan medsestralar ko'p bo'ladi. 10 yil davomida medinstitutda o'qib, shu Maftunaga uylanish uchun shifokor diplomini olganman-da, keyin o'zim xohlagan ishga o'tib ketganman. Kimni deb ko'proq dubl qilinadi? Senga 6-7 yil davomida yoningda tura oladigan partnyor kerak bo'ladigan bo'lsa, shuda boshqa iloj yo'q. Kim ovqatlaydi? Markam. Kim uxlaydi? Man. O'zi umuman uy syomka pavilyoni. Ki bu uyda mendan boshqa hech kim jahl qilishga haqqi yo'q. Birinchi 10 ta syomkada Maftun yig'lamasa syomka o'tmasdi. Bitta to'yda men o'ynayotgan vaqtim qarab o'tirgan kadri bor. Ana shuni. Vayn olayotganda urushib qolib, syomkani qoldirgan vaqtingiz bo'lmagan. Odatiy hol. Kunda bir. Har bir xirurgni o'zini ana bir kichkina qabristoni bo'ladi deydi. Maftunani borligicha yaxshi ko'rishadi. Tomoshabinlar chunki agar Maftun bee'tiborli bo'ladigan bo'lsa, endi boshqa odamlar e'tiborli bo'lib qoladi. Va nihoyat siz so'ragan mehmonlar bugun studiyamizga kelishdi. Assalomu alaykum. YouTube ikkalamiz studiyada Sardorbek, Farangiz. Assalomu alaykum. Bu juftlikni deyarli har kuni ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz. Ular bizga xuddi bir oila a'zolaridek yaqin bo'lib qolishgan. Lekin muhabbat tarixi, ayrim nozik sirlarni bilmaymiz va bugun hammasini bilib olamiz. Ozod Shukurullayeva, Maftuna Shukurullayeva. Assalomu alaykum. Shukurullayeva siz ham. Aha. Va nihoyat kelishdi. Bir 3 yilmi 4 yil bo'ldi. Mirshakarga katta rahmat. O'rtada turdi Mirshakar. Mirshakar katta rahmat. Nima uchun o'zi umuman syomkalar, studiya, intervyu xohlamay qolgansiz? 1 soat, 1,5 soatlik intervyu bo'lgandan keyin qanaqadir hayotiy xulosalaringiz, qanaqadir mantiqli bo'lishi kerak. Bitta intervyu berganingizdan keyin hech bo'lmasa 2-3 yil vaqt davomida qanaqadir fikrlar bo'lishi kerak bo'ladi, qanaqadir xulosalar bo'lishi kerak bo'lmasa o'zingiz takrorlayverasiz. To'g'ri. Shu uchun ko'p yo'q deyman. O'zi Ozodni men tanigan paytim boshqa kasb egasi edilar. Kim boshqa kasb? O'zi menga qiziq, Maftunaga uylangan paytlari qaysi kasb egasi edingiz? Mana shu kasb egalari deb turmushga chiqdim. Puxta reja edi. 10 yil davomida medinstitutda o'qib, shu Maftunaga uylanish uchun shifokor diplomini olganman-da, keyin o'zim xohlagan ishga o'tib ketganman. Lekin ostiga menga xuddi shunaqa bo'lgan. Davlat ishida ishlaydi, magistraturalarni bitirgan deb to'ydan keyin xirrochilik qilib ketyapsiz bo'ladi. Lekin shifokorga turmushga chiqish ham qat'iy qaror, chunki ko'pchilik ayollar shifokorga turmushga chiqishni xohlashmaydi. Nega xohlashadi? Chunki ularning atrofida spirt bilan medsestralar ko'p bo'ladi. Lekin turmush o'rtog'ing kim deganda shifokor deyish juda ham bir yoqimli va sharafli. Yo, hozir Ozod desa ham yaxshi. Ozod ismli insonlar ichida bugun eng mashhuri kim sizningcha? Ozodbek Nazarbekov bo'lsa kerak. Kamiga menimcha Maftunani ham kasbini o'zgartirib yubordilar. Ikkalamiz aldaganmiz. Siz ham aldaganmisiz? Tikuvchiman, uyda o'tiraman, tushiraman. O'qituvchi. Matematika o'qituvchisi. Matematika? To'ydan keyin 4 oy ishlaganman, bo'ldi. Tugagan. Karyera tugagan. Men 3-kursligimda bilardim. Bilardim emas, niyat qilgandimki, qanaqa 7 ta aniq parametr bor edi. Kimga uylanasan deganida, mana shunaqa inson bo'ladi deganman. O'shalardan 2 tasi matematika o'qituvchisi bo'lishi. Yo'q. Matematika o'qituvchisi va bittasi o'zimiz tomonidan bo'lishi. Asosiy bo'lgan matematika o'qituvchisi nimaga? Chunki o'qituvchilar bolalarga nisbatan e'tiborliroq bo'ladi, bolalar bilan ishlashni biladi.
ustiga ustak matematika bo'lsa, matematika hayotingizni istalgan sohasida baribir analitikani o'rgatadi-da, chuqur, teran fikrlashni. Shuning uchun ayolim aynan matematika o'qituvchisi bo'ladi deb o'ylaganman. O'zimiz tomonidan bo'ladigan sababi baribir ruhiyat, gap, so'zlar bir-biriga mos bo'ladi, shu sababli janjal kamroq bo'ladi deb o'ylaganman. Keyin yo'q, birinchidan Toshkentga ko'chib ketdik. Ikkinchidan yo'q, o'qituvchilik tugatib yubordilar. Ba'zi payt 2 ga ko'paytirib yuboradimi? Matematika faqat shu jabhada qoldi xolos. Bizda hayotimizda Faqat 2 ga ko'paytirish. Bolalarim, qizlarim, o'g'limdan ham ko'ra qizlarimni matematikani juda kuchli bo'lishini xohlayman-da. Chunki hayotda baribir yashayverasiz. Misol uchun qanaqadir yigit gap otishi mumkin, tayini bor, tayini yo'q va matematikani kuchli biladigan qizlarni aldash qiyin-da. Bu tomonlari ham. Matematika endi misol uchun integrallar, logaritmlar ishlayotgan qizni oldiga kelib pala-part yigit gap ota olmaydi-da. Deydi, Ikkita gulga olda olmaydi. u qizga gap otish uchun u kamida undan ham yuqori darajadagi bilimga ega bo'lish kerak-da. Endi yuqori bilimli yigit baribir og'ir bosiq bo'ladi deb qizlar, o'g'lim matematikani yaxshi bilmasa ham qizlarim bilsin deyman-da. 3 olsa, 4 olsa maqtunsan matematika o'qiysan. Qanday sani bo'lang? Men mayli deyman, men yumoristman deyman. Mani bo'lam matematikadan 3 olsa mayli deyman. San deyman, o'qituvchisan deyman. Shuning uchun juda muhim. Mirshakar zo'r bitta ta'rif bergan Ozodga. Hozir eslashga harakat qilaman. Shifokorlar ichidagi eng yaxshi yumorist, yumoristlar ichidagi eng yaxshi shifokor. Kim qariganda ezma bo'ladi? Aniq. Kim tanqidni ko'tara olmaydi? Aniq. Kim kichik narsani ham katta muammoga aylantira oladi? Hech shubhasiz. Kim janjaldan keyin tez unutganday bo'ladi, lekin aslida unutmaydi? Kim menga farqi yo'q deydi, lekin hammasiga farqi bor? Kimni deb ko'proq dubl qilinadi? Kim bir narsani takror eslatishda chempion? Kim men hech narsa demadim deydi-yu, ammo hammasini aynan o'sha gapdan boshlanadi? Kim uxlaganda hech narsani sezmaydi? Kim bayramlarni unutib qo'yadi? Kim ovqat tanlaydi? Ozod yaxshi ko'rgan baribir, shu seziladi vayllarda ham baribir. Ayol kishi sevilgani yaxshi. Xo'p, bular Arziyman hamda. Men sevish oson-da. Meni sevib ko'ring qiyin. Ko'rdingiz, kim bilan yashasa odam shu insonga o'xshab ketadi. Demak, yumor yuqqan. Yumor yo yuqqan, yo o'zi bo'lgan, endi chiqyaptimi? Yo mana bunaqa variant ham bo'lishi mumkin. O'zi bu yumor yozadi, men foydalanib olib chiqaman shuni. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. lekin hammasi menimcha uydagi sharoitdan, uydagi voqealardan Shunaqa. Birinchi oilamizda bo'ladi, keyin vayn qilib chiqardilar oldin ham. Boshqa partnyorlar bilan. boshqa partnyorlar bilan ish to'xtaganiga sabab o'zlarimi? Yo'q, men umuman ishimga umuman aralashmaydigan odam. Umuman pul kelib turibdi. Hech qachon anaqa rashk qilib, nima uchun syomkadamisiz, kech qolib ketdingizmi? Yo'q, umuman hech qachon Bunaqasi hech kimda yo'q lekin. Yo'q, endi men xarakterimni ham biladi-da. Xarakterimni ham biladi, Juda ish borasida. To'g'ri, yaxshi bekitib yurasiz. Juda yaxshi berkitaman. Men misol uchun qaysidir qizga like bossam ham, gap otadigan bo'lsam ham, u обязательно umuman ishimga aloqasi yo'q inson bo'lishi kerak.
Boshqa kasbdan. Ha, chunki ish vaqti shundoq ham ko'p narsani o'ylaysiz-da. U ijroni o'ylaysiz, ssenariyni o'ylaysiz, uni montajda qanaqa chiqadi, qanaqa musiqa bo'ladi. Shu sababli umuman boshqa o'ylov, xayol yoki qanaqadir mayda-chuyda narsa bo'lishi kerak emas. Ba'zida shunaqa holatlar bo'lgan, masalan, uyda syomka qilishga to'g'ri keladi. Uyda syomka qilayotgan vaqtda ham Maftun misol uchun, "Mana bunaqa ko'ylak kerak, hozir" deydi. O'zini ko'ylakni partneriga berib turish holatlari bo'ladi. Keyin Maftunni o'zini chiqqanligini sababi esa bir orada bitta videomiz 70 millionmi bo'lib ketdi-da. Yo'q, birinchi so'zsiz video Madina Karimova bilan shunaqa 70 million ko'rildi-da. Yaponiya, Koreya, Italiya, Ispaniya hamma joyda yozishyapti-da kommentariy. O'sha vaqtida men o'zimni ijodimdan o'zim zerikkan edim. O'zingizni ijodingizdan o'zingiz zerikasiz. To'g'ri. Nimaga? Chunki tomoshabin 3 ta vayingizdan bittasini ko'radi. Siz tasavvur qiling, har bittasini ko'rgansiz-da. Yana o'zingiz montaj qilgansiz uni. O'zingiz qo'ygansiz, kommentlarni o'qigansiz. Boyagi 70 millionlik videodan keyin, "Voy, mana shu sohada bir harakat qilib ko'rish kerak ekan-a" deb o'yladim. Agar biz chet davlatlar ko'radigan darajaga boradigan bo'lsak, biz chet davlatda ijod qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin siz hech qaysi partnyoringiz bilan, misol uchun 6 oy, 7 oy, 1 yilga boshqa davlatga keta olmaysiz. Endi keyin misol uchun dam olishga boshqa davlatga borganda kontent olgisiz keladi, boshqa Yevropa davlatlariga borib ijod qilgisiz keladi. Unaqa noqulay-da. Noqulay. Har bir partnyoringiz baribir turmushga chiqadigan payti bo'ladi. O'shanda men tushunganman, agar senga 6-7 yil davomida yoningda tura oladigan partnyor kerak bo'ladigan bo'lsa, shuda boshqa iloj yo'q. 2024-yilda chiqqan ekan, birinchi Reels Maftuna bilan. Va aynan turmush o'rtoq bo'lganligi uchun ham u yerdagi xatti-harakatlar boshqacha bor, ya'ni family romantic degan video. Shunaqa. Baribir to'g'ri qaror bo'lgan. Birinchidan o'zingizniki pul ham berishingiz shart emas. Beradilarmi pul, gonorar? Hozir kamaygan. Voy! Prasmotr olishib ketganda ne pul kamayadi? Yo'q, chunki hovli olib berganlar shunga. Mana senga hovli deydilar. Xo'p, deb yashayveramiz. Kamaymagan, o'zlarida qolmaganligi. Yo'q, sizda pul ko'p. Mana, ozodda pul ko'p. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Zo'r, yaxshimisiz? Ozod nega biz unaqa jiddiy qiyofada kutib olyaptilar? Bemahal keldikmi? Yo'q. Qanaqa? Bugun sahna. Shomizlar. Ko'p vaqtingizni olmaymiz. Yo'q, Xush keldik. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Bitta quchoqlasam maylimi? Voy, asal, buncha chiroyli. Ismingiz nima? Va alaykum assalom. Martin Ozanning. Diyora. Isming nima? Nima? Voy, jonim. Qani? Undaq. Ana, Yana uyda kim bor? Ruxsan. Kim? Ruxsan. Ruxsan. Ketdik, gaplashamizmi Ruxsan bilan? Kim ingliz tilini yaxshi biladi? Man. Qani gaplashamiz. Hello, how are you? Do you like this family? Yes, inshallah, too much good. Okay. You are hearing more laughing or shouting in this home? Always laugh here, no shouting, laugh. Too much good. Madam, Baba, the kids good. O'zi umuman uy syomka pavilyoni. Divanam, divanam ko'rsga, ko'rib turibsiz, divanam shunaqa qo'yilganki, mana. Divanam shunaqa qo'yilganki, ana xuddi sitkomlardagidek. Katta divan oldida televizor, bu tomondan svetlar qo'yiladi. Tomoshabin bir vaqtda o'zida divanda o'tirgan odam bilan ham tepadan gaplasha oladi, lestnitsadan tushayotgan odam
ham oshxonadagi odam bilan gaplasha oladi, ham mehmonxonadagi odam bilan gaplasha oladi. Bitta kadrda o'zida. Misol uchun siz mana bu yerda o'tirsangiz, bu tomondan syomka qilib, u mehmonxonadagi odam bilan gaplashishingiz mumkin. Xo'p, uyda syomkani bo'lganligini qanaqa minus tomoni bor? Pluslarni bildik mana. Pul jihatdan ham iqtisod qilinadi baribir. Xohlagan paytingizda olasiz, tongda, tunda. Minusi bormi? Minus yo'q. Faqat kechga aylanishga chiqib ketaman-da, shunisi bor. Dam olish, odatda odamlar ishdan charchab, dam olish uchun uyga kelishadi. Aha, siz ko'chaga chiqib ishdan charchab, dam olish uchun ko'chaga chiqib ketaman. Bolalardan siz nimani o'rganasiz? Bolalarga nimani o'rgatishingizni bilamiz, lekin nimalarni siz o'rganasiz bolalardan? Bolalardan juda ko'p narsa o'rganaman. So'kinmaslik, misol uchun. Bularni oldida so'kina olmayman. Misol uchun bir-birimizga nisbatan qanaqadir emotsiyalarni bildirishda chegara baribir bolalarning oldida. Umuman olganda biz bolalarni tarbiya qilmayapmiz. Bolalar bizani tarbiya qilyapti desak to'g'riroq bo'ladi. Qanaqadir ma'lum bir prinsiplar bormi bola tarbiyasida? Agar bular qilishini xohlasang o'zing qil. Eng asosiysi. Eng asosiysi. Qaytaradi. Bolalarim o'qimayapti deb o'ylayapsanmi? Demak, o'qi. Bolalarim mashq qilmayapti deyapsanmi? Demak, mashq qil. Kimni asabi tez, jahli tez chiqadi bolalar to'polon qilganda? Bu uyda shunaqa unaqa qurilganki, bu uyda mendan boshqa hech kim jahl qilishga haqqi yo'q. Yo'q, ana prinsip. Meni oldimda, men xonada bor ekanmanki, umuman hech kim jahl qilishga haqqi yo'q. Sizni jahlingizni chiqarishingiz sizni statusingizni belgilaydi. Ishxonada ham kim baqiradi? Misol uchun boshlig'ingiz o'tirgan bo'lsa, siz baqirmaysiz uni oldida hech qachon. Agar maftunam urushmoqchi bo'lsa, men yo'q paytim. Zo'r. Men bilaman, Ozod qo'shiq ham kuylaydilar. Men eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlardan bittasi Yonimda qol. Mana shu yerda bastalanadimi? Bu nima uchun hozir? Bu instrument notalarni yaxshiroq tushunish uchun olingan. Endi o'rganyapsiz. 2-3 yil oldin olingan lekin. Chalyapsizmi? Bo'sh vaqtim bo'lganda. Qani chalib bering nimadir? Qo'shiq yaxshi ko'raman. Qanaqa qo'shiq aytamiz? Qanaqa qo'shiq aytamiz? Adana ashurasini bilamizmi? Yonimda qol, tongda ertalab. Shuncha talant qayerdan o'zingizda? Bu oson narsa. Bunaqa Oson emas. Lekin men pianinoni bitirganman, lekin men sizchalik improvizatsiya qilib, menga etyud qo'yib bersa, chalib beraman. Lekin ich-ichimdan quyilib, qanaqadir bir improvizatsiya kelishi qiyin. Yo'q, mana hozirgi narsani qaytadan takrorlab bersa, takrorlab bera olmayman. Tushunarli. Hozir qanaqa paydo bo'lgan bo'lsa, o'shanaqa paydo bo'ldi va qoldi o'sha yerda. Bo'ldi. Birgalikda nimalar qilasizlar dadangiz bilan? Biz bitta kitob bilan o'yinlar o'ynaymiz. Sevimli o'yinimiz bor shunaqa. Qanaqa o'yin? Kitobda dadam savol berarlar, biz topishimiz kerak. Ensiklopediyadan shunaqa sevimli o'yinimiz bor. Voy, zo'r. Biza keyin topsak, dadam bizga pul beradi. Oo, qanchalik? 10 ming. 10 ming beradilarmi? Voy. Sizga ham pul beradilar? Kelma qo'shimcha. Opalar pul ishlaydi, siz pul ishlatib kelasiz. Shunaqami? Nima olib berishadi sizga magazinda? Mashina faqat oladi. Faqat mashina. O'zingizga nimadir olasizlarmi? Kim asalim, jonim deydi. Nozaninmi, Diyoram? To'g'ri. Diyora. Kim attatta qilaman seni deydi. Bu uradi. Bu uradi baribir. Kim ko'p shokolad yeydi? Men. Diyoram. Men. Siz ko'p yeysiz. Kim hamma o'yinchoqlarni sochirib yuradi uyda? Men. Kim ovqat yeydi? Men kam. Kim kech uxlaydi? Men. Kim to'polon qiladi, uyda yugurib yuradi? Kim uyda to'polon qilib yuradi? Men. Xo'p, kim yaxshi, oyisimi, adasimi?
Ama dadasi. Dadasi yaxshi. Manchi? Oyisichi? Yo'q. Oyi yaxshimi yoki yaxshi emasmi shunda? Yo'q. Baribir yaxshi emas. Ama senga ovqat pishirib beraman. Kim pul beradi? Dadami, oyimi? Dadam. Dadam beradi-ku. Kim kuldiradi ko'p? Dadami, oyimi? Men. Kim syomka paytida urishadi? Men. Yo'q kelar. Kim shunaqa deydi? Siz shunaqa deysizmi? Kimga shunaqa deysiz? Buni Qaysi paytlari bo'ladi bunaqa holatlar? Ozod? Kamera motor deyishimiz bilan. Eng o'zi tuzilishi bo'yicha eng yaxshi xona mana shu yer. Aha. Chunki bu yerda mana divan, bu yerga hali PlayStation qo'yamiz, hali qo'yganimiz yo'q. Bu yerda o'tirib PlayStation o'ynashim mumkin. Men bu yerda esa Ilhom beradi PlayStation. bu stolim, bu yerda kreslo bor edi, eski bo'lganligi uchun o'tvordik. Mana shunaqa o'zingizni xonangizda o'tirgan paytingizda, avvallari kvartirada yashagan paytlaringizni eslab, Xudoga shukr deysizmi? Yo'q, men rostini aytsam, yo'q, men qanaqadir misol uchun odamlar qaymoq bilan non yeganmiz, qiyinchilik bo'lgan deydi-ku, men uchun qanaqadir qiyinchilik emas U bu ham narsa. sizga baxt bergan. Ha, Yaxshi his qilgansiz. chunki siz misol uchun oddiy qaymoq bilan non yeb, arendada turgan vaqtingiz o'zingizni baxtsiz his qilishingiz uchun undan oldin qanaqadir qasrda turgan bo'lishingiz kerak-da. Men tasavvur qiling, men viloyatdan kelganman, Imanda Toshkentdagi kvartirada arendada turish ham qiziqda menga. O'sha non yoki qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, men har doim bu qiziqarli bosqich deb qaraganman. Men chiqachon misol uchun kechalar bilan aptekada ishlagan paytim men uchun qiziqarli bosqich bo'lgan. Misol uchun Zo'r TVda ishlagan vaqtimiz bolalar bilan tashlashib ikkita non, bitta qaymoq olardik. Qiziq edi menga o'sha narsa. Navrot hozir muammo ko'p-ku. Hozir falonchi narsani qilish kerak, uni to'lash kerak, uni yopish kerak, mana bunaqa dema qaymoq bilan. Yo'q, Xudoga shukr. Yaxshi. yonimda bo'l. Hamma talab yonimda bo'l. Xo'p, Maftuna Ozodga ta'rif bering. Mana eng yaqindan bilgan inson sifatida. Birinchi mehribonlar. Ikkinchisi farzandlarga juda mehribon otalar. Birinchi o'rinda ta'lim bo'yicha. Mendan ham talab qiladilar. Birinchi o'rin farzandlarim tarbiyasi, keyin ta'limi deydilar. Yolg'on gapiradimi? Gapirasizmi? Boshqa imkon yo'q. Doktorlar yolg'on gapirib turadi ba'zida. Ha, doimo og'ir bemorga ham ahvolingiz yaxshi deyish kerak-ku. Keyin ishlariga juda ham mas'uliyatli inson. Yaxshi ko'radi ishini. Misol uchun shugun vayn olmoqchi bo'lsalar, boshqa hamma narsadan voz kechadilar, faqat shu vayn, fikr-xayollar vayn. O'shani to olib tugatmagunimizcha o'sha vaynda bo'ladi. O'zi vayn olish jarayonida ko'proq kelishmovchilik bo'ladimi sizlarda yoki kameradan tashqarimi? Kamera vaqti. Ya, syomka payti. Birinchi o'nta syomkada Maftun yig'lamasa syomka o'tmasdi. Syomka boshlaydi. Yig'lardim keyin. Yig'lardi. Birinchi 40 minut, 50 minut gap eshitadi, keyin bitta yig'laydi. Chunki men tushuntiraman, Maftun deyman, men sen turmush o'rtog'ingman, syomkadan tashqari. O'sha injiqlik qilasanmi, erkalik qilasanmi, men ko'taraman. Syomka vaqtida men pastanoshikman. Men juda qattiq urishib tashlayman. Ruhiyati ko'tarmaydi, ha. Keyin qanaqa qilib kulib chiqasiz videoda? Keyin 15 minut aldayman-da. Syomka paytida men og'ir gaplardan qanaqa gaplar aytishim mumkin, misol uchun yo'q deyman-da. Bu yerda 30 sekund ichida 4 marta emotsiya o'zgarish kerak. Maftun, sen ijro qila olmaysan, ustida ishlamagansan, chunki sen ochlik ko'rmagansan. Charlie Chaplin, bilasanmi, Charlie Chaplin syomka vaqtida nima uchun ijro qilgan? Chunki o'sha ijroni qilmasa, u keyingi yil davomida och qoladi. Sen ochlik ko'rmagansan, shuning uchun sen bunaqa ijro qilib bera olmaysan baribir deyman. Sani yiling bor. Shuning uchun
Shunaqasan. Aktyor bunchalik bosimga dosh bera olmaydi lekin. bosimda ishlaymiz. Lekin bu gapni men boshqacha ma'noda tushunganman. Ochlik ko'rmagansan deganlarni. Endi men necha yildan bo'lsin ishlamayman-da. Bola ta'tildaman. Endi ishlamayapman, pul topmayapman, shunaqa ma'noda sen faqat yeb ichyapsan, tekin ko'rsan degan ma'noda tushunganman, xafa bo'lganman. Keyin men tushuntiraman. Yo'q, men unaqa ma'noda aytmayman. Men aytayotganim o'sha ijro qilayotgan vaqtida mana shu ijro butun hayotingni hal qilayotgan narsa ekanligini tushunishing kerak. O'sha mana shu 1 minutga 1000 ta odam mana shu 1 minutda ijro qiladi va mana shularni ichida eng zo'ri sen ijro qilsang, o'shanda sen aktyor bo'lasan. Sen borlig'ing hamma narsani unutishing kerak deyman-da. Keyin Aytma. kecha Jahongir Xo'jayevlar bilan syomkamiz bor edi-da. Ma'sum tojikchani bilmaydi. Tojikcha ana unaqasi bor, replikasi bor. O'sha yerda 5 minut ichida yodlab shunaqa ijro qilyapti. Zo'r ijro qilyapti. Keyin mashinaga mingandan keyin zo'r ijro qildimi dedi. Aytdim, zo'r dedim. Bizning uydagi syomkalarni oldida bu syomka o'yinchoqda tushunasizmi? Bu yerda hech kim baqirmaydi, hech kim urushmaydi. Mana desha qilib men aytaman, maqsadim deyman, sen uydagi kuchli bosimdan chiqqandan keyin Erkin ijro. Ha, mana hozir ham qarang, erkin suhbatlashib o'tiribdi-da. Chunki sizlar oldingizda bilan men urushmayman. Demak, Maftunani ichida ancha gap bor. Ancha gap bor. Mana bugun sizga shunaqa imkoniyat, foydalaning. Hammasini aytaman. Hammasini ayting. Men sizni juda ham yaxshi tushunaman, chunki bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Juda kuchli bosim ostida ishlanadi. Endi oldinlari Baqirganda devorlar titrab ketadi, devorlar sinadi. Yo'q, bizda xotira masalasi. Keyin yana nima masalalar bu? Xotira masalasi juda. Ssenariy esdan chiqib ketadi menda. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Mana gapiradigan gapingizni unutib qo'yasiz. Mana masalan hozir men seni sevaman deyishni, shuni masalan necha soat yodlashingiz mumkin. Yo, siz baribir andisha qilar ekansiz. Men juda qattiq urishib tashlayman. Juda anaqa. Siz faqat rafiqangizni urasizmi yoki boshqa joylarda ham shunaqamisiz? Yo'q, boshqa partnyorlarim urusha olmaganman-da. Shuni aytmoqchi. Urusha olmaganman. Men endi ko'rganman. Kadr ortida ko'rib turganman. Umuman ular urushmasdilar, Madinalarni ham. Keyin aytganman, ular urushmagansiz-ku, nima menga qattiq gapirasiz deyman-da. Ko'rdingiz, hamma kuchi yetganiga qiladi. Shunaqa bevafo dunyo. Aha, o'zi To'qoylarda o'sganmisiz? Ha, yaxshi. Yaxshi, ha? O'sha gaplar yerga tushmagan. Aha, mana Ozod Toshkentdan Uyqigunigacha baribir ancha qiyinchilik o'tganda, to'g'rimi? O'sha orzular, birga qilingan maqsadlarga erishilgan. Necha yil endi qildingiz? Rostni aytsam, Mafsun tayyor uyga kelgan. Ungacha Buxorodamidilar? Buxorodan tayyor kvartiraga kelgan. To'ydan keyin to'g'ri kvartiraga kelganmiz. Toshkentda men xonadonim bor edi. Lekin unay to'kin sochinchilik emas edi. Chunki men student edim. Student edim. Mafta 2 million oylik olardim, men 700 ming, 800 ming topardim. Maftun boqqan paytlar ham bo'lgan ekanda. Shu o'qituvchi uylanadi. Ha, yo'qmi? Shunday ham boqmagan ekanlar. Ay, valadi. Ayol kishi bir simini bermaydi. Nima yo'q bo'ladi? Voy tavba qildim. Bu rahmallar ham pensiyalarni odamga bermasdilar. Aha. Yo, Mafsun tera ishlaganda. 8 million topgandi. Aha. Keyin shu dekretga ulaverdi. Ana. Necha yil bo'ldi to'yga? 9 yil bo'ladi. 9 yilda 3 ta farzand, baxtli oila. Buxoroda tanishgansizlar?
Yo'q, men yozda borgan 7-kurs bitirish arafasi yo'q, qishda ekan. Yo'q, kuzda borgan. Kuzda. 2017-yil adashmasam kuzda borganman. Oyimlar to'yga borib kelganlar. Keyin to'yda bir chiroyli qizni ko'rdik-da, o'g'lim shu qani deganman. Rasmi bormi deganman. Bor deganlar. Keyin telefonda ko'rsatganlar. Ha, nima qiladi, nima ish bilan shug'ullanadi? O'qituvchi, matematika. Shin galachga ketdim. Ha, qayerdan dedingiz? Shu o'zimiz tomonidan. Ha, deganman, shin galachga ketgan. Qani, bering qani telefon nomerini saqlanib, telefon nomeri saqlanib qilyapman, Telegram chiqmayapti-da. Endi men uchun bu ham bir galachka bo'lgan. Одноклассникga kiritganman, ism familiyasini yo'qda. Nima yo'q deganman. Keyin bilsam, u menga oddiy telefon, knopishli telefon ishlatib yuradi. Men aytganman, telefon qilish kerak bunga deganman. Telefon qilib assalomu alaykum, Maftun, yaxshimisiz? Anaqa ismim Ozod, men Zarafshondan medinstitutni bitiryapman, mana sizga uylanmoqchi edim, shu bir og'iz telefon qilib aytay dedim. Uzr, men darsda edim deganda, dars o'tayotgan bo'lgan. Trubkani o'chirib, onam oldimga kelib o'tirganman. Ha, o'g'lim, nima deding? Shu, ismim Ozod, sizga uylanmoqchiman dedim. Onam, yo, avval uchrashaylik demadingmi? Avval gaplashib ko'raylik demadingmi? Yo'q, ne demadim, uylanaman dedim. Deganman. Shunday qilib boshlanib ketgan. Uchrashuvga chiqqansiz. Xo'p, sizni fikringiz qanday bo'lgan? Bunaqa aniq gapiradigan yigitga. Ko'p uchrashmaganmiz bilan. Yo'q, biz уже aniq qilib bo'lgandan keyin uchrashganmiz. Kamroq ko'rishganmiz, 20 minutmi? Sen Video olamizmi? ha. Yo, men telefon qilishimni oldin bilgansan o'zi. Bungacha gaplashganmiz telefonda. Keyin ko'rishganmiz. Men telefon qilishimdan oldin ham bilganman ana. Qayerda? Qayerda? 9 yoshmi? Meni kutgansan deydilar. 9 yoshmi, 10 yoshli, 9 yoshmi, 10 yoshligimizda qishloqda bitta to'yda men o'ynayotgan vaqtim qarab o'tirgan kadri bor. Ana shuni, ana shuni. 9 yoshida, Bu 9 yosh bo'lgan, men 10 yosh bo'lgan. Mana shu yigit. Uyga kelgan keyin varoqni bilan ochganda tak degan 2017-yil. Men deganman. Hozir videosini ko'rsak, qarasak arqam oldi o'ynaganmiz. Lekin tanimaganmiz bir-birimizni. Wow! 2007mi? Nimaga bu hali reels qilib joylanmadi bu video? Bu video kassetada chunki. Ko'chirsa bo'ladi. Chunki Xitoy, Koreyada shunaqa videolar ko'rganman. Ya albatta shunaqa Juda video qiziq. qilamiz. Zo'r g'oya. O'shani olib chiqish tarix bo'lib qoladi. Bir narsani o'zingiz buzib qo'yib, aybni boshqaga ag'dargan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Yo'q, bo'lmagan. Menda ham bo'lmagan. Ayolingiz, eringiz so'ragan narsani olib keldim deb aslida unutganingiz bo'lgan, bo'lmagan? Menimcha menda bo'lgan. Menda bo'lmagan. Telefonni qidirib, qo'lingizda turganini payqamagan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Menda bo'lgan. Menda ham bo'lgan asl. Eringiz, ayolingiz gapirayotganda eshitayotgandek bo'lib, aslida hech narsa eshitmagan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Menda ko'p bo'lgan. Menda bo'lmagan. Vayn olayotganda urushib qolib, syomkani qoldirgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Odatiy hol. Kunda bir. Kunda bir. To'xtat, ma'lum fursatga, yarim soat, 1 soatga to'xtatgan paytimiz bo'lgan. Hammasini boshdan boshlaymiz deb o'sha odatlar bilan davom etgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Yo'q, bizlar qaytadan boshlash odati yo'q. Davom ettiramiz tamom. Biror narsaga ishontirib, ammo uni hali ham bajarmagan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Menda bo'lgan. Ko'p. Ko'p emas.
Agar bir-biringizni uchratmaganingizda bugun qanaqa shaxs bo'lgan bo'lardingiz? Masalan, bir-biringizni to'ldirgansiz, qo'llab-quvvatlagansiz. Maftuna menimcha o'qituvchi bo'lardilar. O'qituvchi bo'lardingiz. Men o'zi umuman to'g'risi vaynga chiqaman, bloger bo'laman deb xayolim bir chekkasiga ham kelmagan. Umuman o'zi qiziqishim ham undan yo'q bo'lgan. Shu o'qituvchi bo'lardim. Siz menimcha doktor bo'lardingiz. Man omadsiz ijodkor bo'lardim. O. Anaqa o'zligini topa olmayotgan ijodkor bo'lardim. Meditsinadan voz kechib, ijod yo'liga kirib, lekin ko'kara olmagan odam. Ichkilikka berilib ketgan bo'lardingiz. 100%. Qanaqa qilib meditsinadan voz kechish mumkin? Shuncha yillik bilim, 7 yil umr. 10 yil umr. Nima sabab bo'lgan shunchaki voz kechib ketishga? Ota-onalar indashmaganmi buning uchun? Uydagilar juda indashgan, dadamlar umid uzolmaganlar. Men rostini aytaman, yoshligimdan men Mendeleyev olimpiadalariga ishtirok etib, respublika bosqichlarigacha chiqib, ancha aqli raso inson bo'lganman-u, bitta narsa ko'tara olmaganman. Meditsinada har bir xirurgni o'zini mana bir kichkina qabristoni bo'ladi deydi-da, o'zi bor-da. Misol uchun 1000 ta odam davolasangiz ham bitta odam qutqara olmay qoladigan holatingiz bo'ladi. Ba'zida bo'ladi 30 ta pichoq yegan insonni qutqarib qolasizda, appenditsit bilan kirgan yosh yigitni umri o'sha yerda tugab qoladi-da. Siz yaqinlarni oldiga chiqib shu inson endi yo'q deyishga jur'at topishingiz kerak. U katta kuch bo'lish kerak insonda. Men shu uchun diagnoz qo'yish bo'ladimi, operatsiyalar bo'ladimi? Klassik jarrohlik ustozimiz 100 tikish operatsiyalarida ham assistentlik qilib, o'zim 100 tikkanman. Juda nozik qism. Yaxshi bunisiga, lekin chiqib uzr, men berman, bunaqa bo'lib qopti deyishga kuchim yetmaydi. Har bir doktorning o'zini qabristoni bo'ladi. Kichik qabristoni bo'ladi. Istalgan dunyodagi eng zo'r akademikman deganini ham shunaqa. Shu uchun sal meditsinadan uzr dedim. Bo'lmas ekanman. Vaqt bo'l. Kechasi bilan uxlamasdan tayyorlanganmiz. Mikrofonni to'xtatamizmi? Bu xona asosiy o'tiradigan xonammi? Mehmonlarniki yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? O'zi sahnaga chiqishdan oldin nimalar haqida gaplashasizlar? Kayfiyatini ko'taraman-da. Qanaqa qilib? So. Qanaqa siri bor? Asabiylashadigan bo'lsang 1 soatgacha asabiylash, yarim soat qolganda uje dam olish vibe'ini ushlab. So. Tomoshabinlar seni ruhiyatingdan ruhiyat oladi. Sen hayajonlanadigan bo'lsang, tomoshabinlar hayajonlanadi. Qo'rqsang, qo'rqadi tomoshabinlar. Sen maza qilsang, tomoshabinlar ham maza qiladi. O'zi hayajon bo'ladimi har Chunki safar? sahnaga chiqmaganman-da. Bu ikkinchi marta. Maftunani tushunaman, lekin qoyil. Sahnaga ham olib chiqdingiz. Sahnani kuchli tomoni tomoshabinni aynan his qilishni o'rgatadi. Kontakt bo'ladi. Pauza qanday ushlanadi, o'sha ijroni yetkazib berish tuyg'usi paydo bo'ladi sizda. Chunki yetkazib bera olmasangiz kulgu bo'lmaydi. Kulmaganda qanaqa his qilasiz o'zingizni? Sahnada dovdirab qolib, so'zlar eslardan chiqqan paytlari Maftunani borligicha yaxshi ko'rishadi tomoshabinlar. Chunki Maftuna oddiy o'zbek ayolining siymosiday xuddi-da. Undan nimadir kutish kerak emas. Ijro kutmaydi hech kim. Undan borligicha har bir ayol o'zini taniydi. Va shu qanaqa ijro qilayotgan bo'lsa zo'r. Shu uchun молодец, to'g'ri? Chunki Sen sahnaga chiqib o'tirsang bo'ldi. Shuni o'zi aytadi. Odamlar o'zi kuladi. Xavotirlanma, men o'zim tortib ketaman deyman-da. Yaxshi. Bugun mavzu qanday? Bilishimga qaraganda, Sen va men shousida juftliklar ham ishtirok etishi mumkin. O'zi juftliklar uchun. Qayerga kelirsin,
Necha pul turadi? Pullimi, tekinmi? Pulli. Aha. Oyiga bir marta qilyapmiz hozir, 2 marta qilish niyatimiz bor. Sentyabrda asosiy bosqichga o'tadi. Hozir tekshiruv bosqichi. Ya'ni biz nomerlar, bir-birimizni sahnada qanaqa his qilyapmiz, mana shunaqa 3-4 oy davomida tayyorgarlik bo'ladi. O'sha tayyorgarlik bosqichidan jonli kelib ko'rsa bo'ladi. Syomka jarayonidan keyin oktyabrdan YouTube'da ko'rsangiz bo'ladi. Ko'p vaqtingizni olmaymiz va hozir sahnada tomosha qilamiz. Ha, shunaqa. Zo'rg'a turibdilar hozir. Ha, chunki уже все. Xayollari boshqa joyda. Все, уже tayyorlanish kerak. Sahnada mayli, omad, yaxshi o'tsin. Muhammad Alovanimi? Yig'ladimi? Ha, qara yig'la. Uxlamay turing, hozir davom ettiramiz. Ha, bo'ldi. Sevgi. Ha. E'tiboringiz uchun rahmat. Qaysi payt faxrlanasiz rafiqangizdan? Shuncha gap eshitar ekanlar sizdan. Qaysi payt faxrlanaman? Yo, ijod bilan bog'liq holatlarda emas. Ijod bilan bog'liq holatlarda emas. Ijod so'ramang. Ko'pincha, men eng yaxshi ko'rgan lahzam Instagramda birorta voqea aylanayotgan bo'lsa, mana shunaqa voqea shunday bo'libdimi desam, buni qarab turib, bilmadim deydi-ku. Shunday yaxshi ko'raman shu xarakterni voqea. Yo qarindoshimiz, yo bironta ana hayotida mana bunaqa bo'lyaptimi-ku desam, bilmabman, eshitmabman deydi-da. Shunday yaxshi ko'raman shu xarakterni voqea. Umuman Hech kim bilan ish yo'q, ha? Yo'q. Mana dunyoyingiz yiqilayotgan bo'lsin, yoningizga kelib o'tirsa, bir og'iz nima bo'lyapti ekan, qanday bo'lyapti, umuman farqi yo'q. Chunki o'zimni hayotim bilan yashayman-da. Pravda hayotda endi u o'zi xohlagandek yashash mumkin. Havas qilaman, lekin o'zimni hayotim boricha yashashga harakat qilaman. Shu xarakter. Bu zo'r narsa. Umuman munosabatlaringizni charxlagan, mustahkamlagan narsa muhabbatmi yoki majburiyatlarmi? Ba'zi er-xotinlarning munosabatlarini ko'proq majburiyatlar ham mustahkamlaydi. Sevib qolganmisiz o'zi, yo unaqa emasmi? Oilaviy anaqa Ulug'bek Rahmatullayevni ajoyib qo'shig'i bor-ku. Haqiqiy sevgi Keyin bo'lar ekan. Yillar o'tgan sari o'sha qo'shiqda aytilgan muhabbat qanaqa ekanligini tushunib borasiz. Bu ishq emas. Bir lahza yondi o'chdi emas. Bu xuddi atomli reaktorga o'xshab uzoq yillar davomida sizni qizdirib turadi-da, u bir-biringizga yaqinlashib shu darajada simbioz bo'lib ketasizki, shu inson bo'lmasa xuddi bitta oyog'ingiz yo'qday, sal oqsoqlanayotganday tuyulaverasiz. Yo'q, ayyorda bular o'rgatib qo'yishadi-da, tushunasizmi? Mana bunaqada oddiy narsada men sezganman-da. Mana uyga kirib kelaman, divanga o'tirsam, "Keling, naskingizni yechib qo'yaymi?" deydi. Naskingizni yechib qo'yadi. Melish narsada, melish, lekin siz tushunmaysiz, sizni уже kodlashtiryapti. Siz уже kodlanyapsiz. Keyin o'tirasiz, misol uchun choy olib kelib qo'yishadi. Yo, tepada o'zim xonamda o'tirgan bo'lsam, suv olib kelishadi. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa qilib o'rgatib qo'yishadi-da. 3 kunga ketib qolsa, prosta uyga kelaman-da, naskinni ham yecholmay. Yo'q, suv qatlaydi. Suv prosta deyman. Qachon kelasizlar deyman-da, keyin ana bunaqa qilib qo'yishadi-da, o'rgatib qo'yishadi o'ziga. Demak, majburiyatlar emas, muhabbat o'zgartirgan munosabatlarni. Ayol kishi uyda bo'lmay qolsa saramjonlik yo'qoladi. Erkak kishi uyda bo'lmay qolsa-chi? Ozodlik, Xotirjamlik. xotirjamlik Yo'q, yo'qoladi. qanaqadir uyga kelsalar xotirjam bo'laman. Qanaqadir qo'rquv bo'ladi. Farzandlarim bilan bo'lsam ham uyga keladilar, tinchlanaman. Shu darajadaki, misol uchun men kechki soat 11-12 gacha qolib ketadigan bo'lsam, qachon kelasiz? Kelyapsizmi? Ha, mana yarim soat, 1 soatdan keyin boraman. Xo'p, keling deyman-da. Keldim, mana darvozadan kiryapman deyman-ku. Shuni uxlayveradi.
Darvozadamisiz? Ha, bo'ldi. Mana eshik ochib qarang, hozir telefonda gaplashdim. Hozir gaplashdim. Уже 2 soatdan uxlayotgan odamga o'xshab uxlab qolgan. Shunaqasi bo'ladi. Men ham ba'zida aytaman, nimaga keke deb qo'ymadim, men to'rttalarni pas o'tirgan bo'lardim deyman-da. Xotirjamlik. Xotirjamlik. bo'ladi. O'zi har kuningiz bitta vayn ekan lekin. Vayn. O'zi Fantaziyasi boshqacha ishlar ekan-da Ozodni. Hamma narsa boshqacha rakursdan ko'p ko'radi. o'qiganda bu. Rejissyor bo'lmay turib qanaqa talant sizda? Endi men o'ylayman, men ozg'in kichkinaroq bola bo'lganman, ko'rimsiz bola bo'lganman. Bo'lib qolsa kerak deb ham o'ylashgan. Jismon tarbiyada qatorda qizlar orasida o'tiradigan bola bo'ladi. Bu shu darajada kichkinada. Keyin endi iloji yo'q. Har bir yigit baribir atrofidagilar ko'ziga tushgisi keladi. Ko'zga tushishning yagona yo'li bu o'qish bo'lganda tushunasiz. Gapirish, hazil qilish, shu uchun anaqa tirik qolishning yagona uslubi bo'lgan. O'qish bo'lgan. Ozod ko'p o'qigan. Shu seziladi baribir. Mana intervyularida ham, vayllarda ham seziladi baribir. Shunchaki suv narsa chiqmaydi. Bugungi kuningiz, bugungi baxtingiz, bugungi mayli pullar deylik-a, o'shalar uchun nimalar qurbon qilingan Ostekin? Men o'ylayman, qurbonlik faqat Qurbon hayitda bo'ladi. Yo'q. Qachonki siz qurbon qilishga majbur bo'lasiz, agar siz olgan narsangizni haqqini to'lamagan bo'lsangiz. Men o'ylayman, bugun biz olayotgan narsamizni haqqi sifatida o'sha yoshligimizda o'qib, boshqa narsalarga chalg'imasdan, shu qilgan mehnatimizni samarasi bo'lyapti deb o'ylayman. Agar o'sha mehnatni qilmasdan shu narsaga erishganimizda edi, balkim nimadir qurbon qilishga to'g'ri kelardi. Lekin bugungi qanaqadir natijalarga ko'proq mehnat haqqi sifatida qarashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ochlik ko'rmagansan derkan-da hozir. O'zi to'la baxtni his qila turib ham inson o'zini yolg'iz his qilishi mumkinmi? Sizda bo'ladimi shunaqa holat? 3 ta farzand bor, rafiqa bor, lekin baribir qaysidir bir yuragingizni bir chetida bir o'zingizni yolg'iz his qilgan paytingiz yoki nimanidir baribir Maftunaga ayta olmagan paytlaringiz bo'lishi mumkin. Yo'q. O'zi Ozod yolg'izlikni yomon ko'radi. Men o'zimni unaqa. Yo'q, men o'zimni birinchidan menga yolg'iz o'tirish yoqadi. Men o'tirib yolg'iz chunki yolg'iz o'tirgan vaqtda siz ijod qila olasiz, ssenariy yoza olasiz. Men piyoda 6-7 kilometr yursangiz ssenariylar tayyor bo'ladi. Men yoqtiraman bu tuyg'uni. Va bu tuyg'uni juda kam his qilaman. Chunki ayrim insonlar mingta bahona topib xonaga kirib olaveradi. Suv olib kelib, choy olib kelib. Men bu videoni ko'ring. Ovqat pishdi. Men buni narsani olib olsam bo'ladimi? Men shuni 1 soatda 8 marta ham kira olaydi-da o'sha xonada. Shuning uchun men yolg'iz his qila olmayman o'zimni. Men yolg'iz qolsalar zerikib qolaman deyman-da. Yo'q, men zerikmayman. Men ijod ko'rmadim. Agar Maftuna befarq bo'lganda ham e'tiroz bildirardingiz baribir. Endi befarq bo'lganda umuman hayot bu darajada mazali bo'lmasdi-da. Mayli ham kelmasdi. Endi bee'tibor agar Maftun bee'tiborli bo'ladigan bo'lsa, endi boshqa odamlar e'tiborli bo'lib qoladi. Shuning uchun e'tiborli bo'lgan yaxshi. O'zi Ozodning hayotiga Maftun degan ismdan buyurgan ekanda o'zi, ha?
bir-biringizni qabul qilgansiz, lekin umuman tushuna olmagan tarafingiz bormi? Qabul qilgansiz-u, lekin haligacha tushunmaysiz uni. Maftum boshlasin. Yomon siz gapiring, uyga olaman. Men juda shatraroq odamman-da. Shatra degani tez mana qo'y kamerani qo'y, men bu yoqqa cho'zilib qolib ketdi. Bitta epizodda ham shuncha vaqt syomka qiladimi? Bo'ldi. Mana buni qo'y, tez. Maftum. Bizda teskarisi. Xotirjam. Maftum xotirjam. Qayerda? Mana yoki tez harakatlansa ham anaqa mana bu gulni mana bu qilib qo'yinglar deyman-ku. Mana shu gulni mana shu qo'y, tez qo'y deyman. Maftum boradi, vazan yuvadi, suv to'ldiradi, gulni qo'yadi, keyin gulni ozgina to'g'irlaydi. Bu muhim emas, просто shu yerda tursin, tamom. Yo, chiroyli tursin-da, chiroyli tursin. Tushunmaysiz-a shuni? Voy, menda ham bo'ladi Ozod aka. Biz sal asabiyroq shoshqaloqmizda. Bo'ladi menda ham kimdir sekin qisqartirib qo'yotganga o'xshaydi. Lekin endi bunaqa qilib bu vaynlarni men ko'raman. Chunki mana sizni videolaringizni endi ko'rganim Ozod asabiylashib turgani ko'z oldimga keladi. Yo'q, Ozodni o'zim uchun yangidan kashf o'zi bu darajada deb o'ylamagandim. O'zi doktorlar asabiylashmaslikka buyurishadi-yu. Kasbi jihatdan ham doktor bo'lmasa ham baribir qanaqadir olgan bilimlari, uni masalan deylik zararli odatlardan chetda yurishga, o'zini o'zi lechit qila olishga qurbi yetadi-da, хотя бы. Lekin mana nima ko'rib sizni turgan keyin tinchlantiradi? Nima keyin o'zingizga keltiradi sizni? Pul. Bunaqa asabiy, bunaqa stress bilan ishlanar ekan-ku. Stop. Aytdim-ku. Kamera stop. снято. Снято. Kamera stop, снято. Juda ham mas'uliyat dedi, ish vaqti. Shu keyin Maftum boya xafa bo'lmadingmi? Deysizmi shunaqa? Syomkadan keyin kelgan. Bo'lmasa bo'lmaydi. Qattiq gapirib yubormadimmi boya? Haydab yuboradi demasa. Yo, bo'lmasa anaqa напряжённый yuradi-da. Kayfiyat u. Ha, mana. Anaqa men aytayapman-ku, 10 minutda bir kelib o'rgatib qo'yadi-da, keyin 30 minut kelmasa voy, syomkada qattiq gapirdi deyman-da. Kelib, yo Maftum haysan u yerda ancha staji bor, ustoz sifatida qabul qilgan. Sen bu yerda shogirdsan baribir, ustoz qattiq gapiradi deb tushuntiraman-da. Sizda-chi Ozodni qabul qila olmagan, qabul qilgan ammo tushuna olmagan narsangiz? Yo'q ekan, o'ylab qarasam. O'zi bilasizmi, asabiy insonlar o'zi Balki men ham shunaqa javob berishim kerak edi. Agar men sizga 3 kun gapirmayman desam, sizga dam bo'ladimi yoki hayot zerikarlimi? Javobini aytamiz. Yo, agar menga 3 kun gapirmasang, ko'p. 3 kun ko'p. 3 kun ko'p. 1 kun yetar. Agar mening xarakterim sotuvda bo'lsa, siz meni olasizmi yoki skidka kutib o'tirasizmi? Yo, 100%. Shu bilan bor kuchim bilan aynan mana shu xarakterni olishga harakat qilardim. Auksionda bo'lsa bor pulimni tikardim. Umumiy hisoblaganda menga necha marta imkoniyat bergansan? Har doim. Har doim. Ko'p. Ko'p. O'z imkoniyatdan foydalanmaysiz. Agar bizning urushishimizga reyting qo'yilsa, biz necha ball olamiz? Urushishimizgami? Kichkina ball olamiz. 1mi? 2mi? Urushmaymiz deyinchi. Agar men Wi-Fi bo'lsam, sen doim menga ulanasanmi yoki ba'zida o'chirib qo'yasanmi? Ulanaman. Menga sovg'a berganingizda aybingizni yuvayotgan bo'lasizmi yoki o'zingizni tinchligingizni o'ylayotgan bo'lasizmi? Senga sovg'a berayotgan vaqtimda o'zimni kelajagimni o'ylayotgan bo'laman ko'pincha.
Agar sizga rost gapirtiradigan chip qo'yilsa, qancha muddat baxtli yashaymiz? Juda qisqa lekin juda qisqa. Agar menga rost gapirtiradigan chip qo'yilsa, men iloji boricha seni ko'zingga tushmaslikka harakat qilaman. Men gumman deb gumga solib olaman o'zimni. Agar men bir kunga kichkina bolaga aylanib qolsam, meni kimga ishonmasding? Do'stlaringizga. Jo'ralaringizga. Agar men sizni telefoningiz bo'lsam, hozirgidek 24 soat ishlatasizmi yoki o'chirib qo'yasizmi? Agar sen men telefonim bo'lganingda edi, umuman olganda rostini aytsam, sen menga xizmat qilayotgan darajada hech qaysi bir telefon xizmat qilmaydi deb o'ylayman. Agar men doktorlik faoliyatimni davom ettirsam, menga hamshira bo'lasanmi? Bo'laman. Ha, 100%-ku. Agar bizning muhabbatimiz internet bo'lsa, u tez yaxshi ishlaydimi yoki doim uzilib qoladimi? Agar bizning muhabbatimiz internet bo'lganida edi, u juda tez ishlamasligi mumkin, lekin istalgan vaziyat, xohlagan sharoit, xohlagan joyda doim ishlab turadigan internet bo'lardi. Agar bizni yashirin kameraga olishsa, eng kulgili momentimiz qaysi bo'lardi? Tushunarli. Men sizga eng ko'p qaysi paytda hayotni murakkab qilib yuboraman? Hech qachon. Hech qachon. Sen men uchun har doim hayotimni yengillashtiradigan inson bo'lgansan. Ozod sizni davolagan vaqti bo'lganmi? O'zingiz aytib bering. Yo'q, haysan. Siz yaxshiroq aytib berasiz-da. Ta'sirli qilib. Ya, siz ham yaxshi aytib. Bugun siz qahramonsiz. Qo'ying endi uni. Bugun siz gapiring. Ha, u meditsina tarafdan ko'proq tushuniladi. Siz aytib bering. Aytib bering. Ayting. Bitta aytib bering. Ayting. Karantin vaqtida respublika bo'ylab hamma kasalxonalar Covid sentrga aylantirilgan. Respublika bo'ylab shunaqa holatlar bo'layaptiki, tez yordam mashinalari olib kelgan bemorlarni klinikalar qabul qila olmaydi. Joy yo'q. Shu darajada 1000, 2000, 3000 ta odam birdan kasal bo'ladigan bo'lsa, 100 ta 200 ta koykasi bor kasalxona qabul qila olmaydi. Sentrgacha-da shunaqa paytda Nozaning qizimiz tug'ilgan. Ikkinchi qizimiz. Raddomda. Raddomdan telefon qilib, agar bugun olib ketmasangizlar, Covidga yopiladi, keyin chiqmaydi bular 1 oy, 2 oy deyishgan. Borib olib kelganmiz. Endi tug'ruqdan keyin 2 kunda, keyin tug'ruqdan 3-kuniga Maftunda isitma ko'tarilyapti. 39 yarim, 41 bo'lyapti temperatura. O'sha yonida men o'tirsam his qilyapman-da temperaturani shu darajada. Qo'l qo'yish shart emas. Keyin davleniya o'lchayman, 170 ga ko'tarilib ketyapti. 170, 180. Tushunyapman, что bakteriyamiya bo'lish xavfi bor. O'sha infeksiya qonga o'tib ketish ehtimoli juda katta, tushunyapman. Singlim ginekolog, singlimga telefon qilaman, shunaqa holat. Keyin mana bunaqa belgilar bormi? Mana bunaqa holatlar bormi? O'sha kesarova secheniyadan keyin o'sha infeksiyalanish holati bo'lgan. Keyin endi kapelnitsa qilib birinchi kapelnitsani qo'yyapman, levofloksatsin antibiotikini allergiya beryapti. O'sha yerda все, men tushunaman, Maftin shuni kechasi uyg'onyapti-da, dadasi deyapti. Tushimda o'lib qolibman deyapti-da. Sen jinnimisan dedim. Dunyodagi eng kuchli vrachni yonida qanday bo'lish mumkin deyman. Mendan kuchli vrach butun dunyoda yo'q, bilasanmi deyapman-da endi. O'zim ichimda yo'q ey deyapman. Srazu oksitatsin kapelnitsa qo'yib, tabletkalarni har yarim soatda berib turib, antibiotikini qo'yib, infuziyasini qo'yib turib, ana shunday ustida turganman-da. 15 minut o'tiraman.
kechasi 6 soat uxlash kerak. Qanday uxlayman deyapman-da. Ey xudojon deyapman. 3 soat uxlab olsam bo'ldi deyapman-da. Yo, keyin 2 kundan keyin yaxshi bo'lib ketdi. O'sha davleniyalar tushib, temperaturalar tushib, o'sha hayotim men o'shanda rozi bo'lganman. 10 yil medinstitutda o'qiganimga Shu 2 kunda. shu 2 kun uchun o'qigan ekanman. O mardlik ko'rsatgan ekan. Ozod mana qaragan ekan sizga. Ko'p erkaklarni qo'lidan kelmaydi bu O'sha meni narsa. operatsiya bo'lishing mumkin deganlarda yig'laganman. Yo'q, men sizga Alloh nasib etsa o'g'il tug'ib berishim kerak deganman. Yo'q, tashkir, 3-chimiz o'g'il bo'ldi. Ana. Yaxshi. Shunaqa bachadon ichida qon to'planish va uni infeksiyalanishi belgilari bo'lganda, o'shanda shu matka olib tashlanish ehtimoli bor deganda, ha mayli qutqarib qolish kerak muhimi deb o'ylaganman. Ichimda maqtni eshitib turib men sizga hali o'g'il tug'ib bermoqchi yig'larga. Buxorodagi uyingizni sog'inasizmi? Ruxsat beradimi borishingizga? Birga borishsa kerak. Menimcha nozik joydan o'tgadim. Ha, sog'inaman. Intervyu kameralarga qaramay sog'inaman deb, Sog'inaman. Ota-onam sog'inaman. Ya mana shu sog'inmaydi, rost. Men to'yingga bormaysizmi? Aytsalam bormayman. Men misol uchun qayergadir safarga ketsam, men yo'q bo'lsam boradi, tamom. Anaqa. Keyin men kelgan kunim keladi. Men bunaqa narsa bo'lyapti ekan. Boramizmi dedi. Yo'q, men bora olmayman. Xohlasang borib ketsam, yo siz bormasangiz bormayman. Shunaqa. Aftunan ota-onalardan uzr so'raymiz. Olib kirib tizingizni o'tkazib oling. Kel bolam. Yo, tizzalariga o'tkazib olsinlar. Okey, assalomu alaykum. Jonim. O krossovkasini maqtan oldi. So'rakanda. Zo'r ekan. bergan krossovkani? Kim olib berdi? Kim? Kim olib berdi? Nanam. Dadasi. Nanam deyapti. Nimaga bolalarga nima olib berding? Onam olib berdi deyaveradi. Onasi kim bergan? Yo'q, onasi kiyizib qo'ygan bo'ladi-da o'zi. Siz bergan bo'lasiz. Kim olib berdi magazindan? Pulini kim berdi? Kim berdi pulini? Krasavchik. Romantikmi ozod? Romantik. aytadi. Romantikmi? Romantik. Ha, romantiklar. Hozir gul beramiz. Maftunaga sevgi izhori bilan Sen qochib tursan. ki mana oldimga. Ki Ko'p romantika qilmoqchi bo'lamiz, mana shularni. romantika qilmoqchi bo'lamiz, o'rtada bola bo'ladi. Nima deymiz endi? Mana shu gul senga. Rahmat. Boringga shukr. Rahmat. Men o'zi juda romantikman, prosta endi. Kameralar oldida. Men lekin juda chiroyli gapiraman. Rahmat. Aha.